Здравствуйте, уважаемые ученики! Сегодня опять с вами я, Абдалиева Дурдон Рустамовна, и тема нашего сегодняшнего урока – это продолжение темы местоимения. Ассаламу алейкум барчага. Bugungi 9-darsimiz mavzusi o'tgan darsdagi olmoshlar mavzusining davomi, ya'ni ikkinchi qismi. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda biz olmoshni 9 turidan 5 ta turini o'tgan edik, ya'ni kishilik, egalik, o'zlik, so'roq va aloqador olmoshlar haqida. Bugun qolgan 4 turini o'rganamiz. Demak, boshladik. Inkor etadigan holatlarda ishlatiladigan so'zlar. Nikto hech kim, nishto hech nima. Aytib qo'yay, yozilishida nechto deb yoziladi, lekin aytilishida nishto deb ketilaveradi. Bu xatoga kirmaydi. Какой borada esingizda bo'lsa sifatni so'rog'i. Bu esa nikakoy, ya'ni inkorlik. Hech qanaqangi. Qanaqa edi? Masalan, какой дом, какая сумка, какое занятие, какие упражнения edi. Bunisi esa никакой, никакая, никакое, никакие. Где borada esingizda bo'lsa, bu nigде, hech qayerda. Куда? Qayerga edi. Никуда, hech qayerga. Когда? Qachon? Никогда, hech qachon. Чей, чья, чье, чьи borada o'tgan darsda. Kimniki? Ничей, ничья, ничье, ничьи. Ya'ni hech kimniki. Bu yerda ничья so'zi женский rod so'ziga nisbatan hech kimning ko'ylagi emas degan ma'noda kelishi mumkin. Ничья rubashka. Lekin sportda hisob durang bo'lganda ham ничья so'zi ishlatiladi. Inkorlik olmoshlariga misol keltiramiz. Никто не приходил, hech kim kelmadi. Ничто нас не разлучит, bizni hech nima ayirmaydi. Ничья помощь не нужна, hech kimning yordami kerak emas. Mana qaranglar, помощь женский rod bo'lgani uchun ничья. Нигде нет моей шапки, hech qayerda mening shapkam yo'q. Никуда не хочу ехать, hech qayerga borgim kelmayapti. Никогда тебя не прощу, hech qachon seni kechirmayman. Никакие деньги тебе не помогут, hech qanday pullar senga yordam bera olmaydi. 7-turi noaniqlik olmoshlari, ya'ni gumon olmoshlari. Boyagi inkorda nedan keyin i harfi turgan bo'lsa, nikto. Bu yerda esa ye harfi turadi va urg'u mana shu ye harfiga tushadi. Ya'ni o'qiydigan bo'lsak, nekto tarjimasi niktoda hech kim bo'lgan bo'lsa, nektoda ba'zi birovlar kimdir degan ma'noda keladi. Notanish holatga, gumon holatiga keladi. Nechta bir nima, qanaqadir narsa. Nekaya, negde. Nigde bu hech qayerda. Negde esa o'sha joyning o'zi yo'q degan ma'noda keladi. Misol keltiradigan bo'lsak, masalan, мне негде сесть. Menga o'tirish uchun joy o'zi yo'q. Никуда, hech qayerga. Некуда, boradigan joyning o'zi yo'q. Никогда, hech qachon edi. Bunisi esa некогда, vaqtim yo'q degani. Нисколько, hech qancha. Несколько, bir qancha. Yana gumon olmoshlariga to qo'shimchasi kiradi. Bu dir tarjimasida keladi. Кто-то, kimdir, что-то, nimadir, какой-то, qanaqadir. Yana где-нибудь degan so'zi ham keladi. Bo'lsa ham degan tarjimada. Где-нибудь, qayerda bo'lsa ham, когда-нибудь, qachon bo'lsa ham, кто-нибудь, kim bo'lsa ham. Undan tashqari, ko'ye degan so'z ham gumon olmoshlariga kiradi. Ya'ni bu gapirayotgan shaxs biladi kim haqida gapirilayotgan, eshitayotgan odam bilmasligi mumkin. Masalan, koi-kto ba'zi birovlar, koi-что ba'zi bir nima, koi-где ba'zi bir joyda, koi-куда ba'zi bir joylarga, кто-либо bu libo so'zi, bu so'z ham gumonlikka kiradi. Xuddi mana bu to yoki nibud ma'nosida keladigan so'zga ham sinonim qilib ishlatishingiz mumkin. Кто-либо, кто-нибудь, куда-либо, куда-нибудь. Farqi yo'q, ikkalasi sinonim ma'nosida ishlatiladi. Endi misol keltiramiz. Мне некуда идти, meni boradigan joyim yo'q.
Папе некогда заниматься с детьми. Otaning farzandlar bilan shug'ullanishga vaqti yo'q. Негде поставить машину, mashinani qo'yishga joy yo'q. Кто-то приходил сегодня, kimdir bugun keldi. Какая-то странная история, qanaqadir g'alati hikoya. Я видела во сне нечто ужасное. Men bir dahshatli narsani tushimda ko'rdim. Вам что-то принесли, sizga nimadir olib kelishdi. Где-то лежат мои очки. Qayerdadir mening ko'zoynagim yotibdi. Сестра куда-то уехала. Opa yoki singil qayergadir ketdi. Кто-нибудь скажет мне правду? Kimdir menga haqiqatni ayta oladimi yo'qmi? Когда-нибудь ты пожалеешь об этом. Qachonlardir sen bu haqda afsuslanasan. Подари ребенку какую-нибудь игрушку. Farzandga yoki go'dakka qanaqadir o'yinchoq sovg'a qil. Qanaqa bo'lsa ham degan ma'noda keladi bu yerda. Mana nibut bo'lsa ham edi. Zаймитесь какими-нибудь делами. Qanaqa bo'lsa ham ishlar bilan shug'ullaninglar, bekor o'tirmanglar degan ma'noda ishlatilishi mumkin bu gap. Кое-кто мне кое-что обещал. Ba'zi birov menga ba'zi bir nimalarni va'da qilgan. Мне кое-куда надо сходить. Men ba'zi bir joylarga borib kelishim kerak. У него кое-какие дела сейчас. Uning ba'zi bir ishlari bor hozir. 8-tur olmoshlar определительные, aniqlovchi. O'tgan darsda aloqadorni o'tdik. Bu yerda esa aniqlovchi, определительный. Весь butunlay degan ma'noda keladi. Всякий, har qanaqangi, каждый, har biri, каждый ham xuddi sifatga o'xshab rod tanlaydi. Каждый день, каждая женщина, каждые, ya'ni rodga qarab bo'linadi. Sam o'g'il bolaga nisbatan sam ishlatiladi, qiz bola sama. Jonsiz narsa nisbatan ham ishlatish mumkin. Самый eng degan ma'noda keladi. Bu ham xuddi manba каждыйga o'xshab rod tanlaydi. Самый, самая, самое, самый. Иной o'zgacha. Bularga misol keltiradigan bo'lsak, каждая девушка должна знать это. Har bir qiz buni bilishi kerak. Самые умные студенты колледжа. Kollejning eng aqlli talabalari. Dekan сам пришел. Dekan o'zi keldi. Весь дом пропитан запахом духов. Butun uy atir hidiga burkangan. Keyingi misol. Каждые полчаса проверяйте его пульс. Har yarim soat uni pulsini tekshiring. Она сама должна научиться. U o'zi o'rganib olish kerak. Мы сами разберемся во всем. Biz o'zimiz hamma narsani joy-joyiga qo'yamiz. Aniqlik kiritamiz. Вся зимняя одежда требует химчистки. Butun qishki kiyim kimyoviy tozalashni talab etadi. Не говори всякую чушь. Bu mag'rur gaplarni gapirma. Самое приятное событие в моей жизни, hayotimdagi eng yoqimli hodisa. Самый искренний человек в группе, guruhdagi eng tasofdilli inson. Va 9-tur olmosh bu ko'rsatkich olmoshlari. Указательный deyiladi. Unutmanglar, ko'rsatish показать. Lekin olmoshga nisbatan ishlatilgan u указательный deyiladi. Ya'ni bir nimani ko'rsatib aniqlik kiritadi. Указывает, не показывает. Указательный deyiladi. Это, ya'ni bu tarjimasi. Этот, это, эти, ya'ni olmoshlarda, rodlarda o'zgaradi. Тот, bu ham rodlarda o'zgaradi. Ta, to, te. Такой, shunaqangi. Таков, столько. Mana shu so'zlar указательныйga kiradi. Misol keltiradigan bo'lsak, этот день не забыть. Bu kunni unutish mumkin emas. Ta sumka была красивее. Narigi sumka chiroyliroq edi. Столько чудесных цветов. Shunaqangi ko'p ajoyib gullar. Такая приятная девушка. Shunaqangi yoqimtoy qiz. Те белые розы. Narigi oq atirgul. У тебя такая умная мама. Sening onang shunaqangi aqlli. Не хочешь купить такие сапоги? Mana shunday etikni sotib olmaysanmi? Этот дом надо отремонтировать. Bu uyni ta'mirlash kerak. Ta inомарка пролетела на красный свет. Anavi chet el mashinasi qizil chiroqqa uchib o'tib ketdi. Покажите мне вон тот телефон. Menga narigi telefonni ko'rsating. Это кольцо золотое, а то серебряное. Bu uzuk tilla, narigisi esa kumush. Вы эти сапоги хотите купить или те? Siz mana bu etikni sotib olmoqchimisiz yoki narigisini?
Barcha olmoshlar kelishishlarda o'zgaradi. Ba'zilari esa otlarni rodiga qarab o'zgaradi. Mana shu holatda men bir 9-ko'rsatkich olmoshlarga bir qaytmoqchi edim. Esingizda tutinglar. Agar sizlar biron nimani shunchaki ko'rsatib ishlatmoqchi bo'lsanglar, ya'ni tanishtirib, hamma rodga etoni ishlataverasizlar. Masalan, это мой брат, это мой дом, это мои дети, это мои деньги. Farqi yo'q. Lekin biron bir holatga aniqlik kiritmoqchi bo'lsanglar yoki biron nima bilan farqlamoqchi bo'lsanglar, unda это ko'rsatkich olmoshi rodga qarab o'zgaradi. Murskoy rodda этот bo'ladi. Женский rodda это bo'ladi. Средний rodda etoligicha qoladi, ko'plikda эти bo'ladi. Masalan, boyagi bilan farqlaymiz. Shunchaki tanishtiramiz. Это мой дом. Ana endi aniqlashtiramiz. Этот дом мой. Bu uy meniki. E'tibor qilgan bo'lsanglar, meniki degan olmoshni joyi o'zgaradi. Yana bir marta misol keltiramiz. Bu mening uyim. Mening o'rtada turibdi, ot oxirida turibdi. Bu uy meniki. Meniki oxirgi so'zni gapning oxiriga o'tib aniqlik kirityapti. Mana shu aniqlik holatlarida sizlar это so'zini rodlarga qarab o'zgartirasizlar. Xuddi shu holat tot olmoshi bilan ham ishlatiladi. Totni tarjimasi narigisi yoki bunisi. Bu bo'lgan bo'lsa, bu unisi yoki narigisi. Bu ham aniqlashtirishda yoki biror nima bilan solishtirishda tot, ta, to, te bo'lib keladi. Mana shu narsani unutmanglar. Demak, olmosh mavzusini tugatgan holda uyga vazifa bo'ladi sizlarga. Mana shu 9 xil turdagi olmoshlar bilan 30 ta gap tuzib, ularni o'qib, iloji boricha hammasini o'zingizlar farqlab, tarjima qilib o'rganib olinglar. Har doim mana shu uyga vazifani yana bir marta aytaman. Men shaxsan tekshirmasam ham, ana shu uyga vazifani qilayotgan jarayonda mavzuni mustahkamlash yana ham oson bo'ladi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha spasibo всем за внимание. До следующих встреч.